Chiqib shu intervyudan keyin kafe restoranlar vafli pishiradiganlar meni sudga bermasa bo'la, ularni sirini ochib qo'ydim. Assalomu alaykum hammaga. Hozir ko'pchilikni qiziqtirgan savolga test tayyor asoschisi Ahmad akadan javob olamiz. Assalomu alaykum Ahmad aka. Va alaykum assalom. Nima uchun boshqa joylarda o'rtacha 60 ming 70 ming sotilgan vafli sizlarda 30 ming 35 ming so'm? Shunga bitta oydinlik kiritsak. Buni bizdan ko'pchilik so'radi. Sizlarda porsiyasi kammi yo sifatsiz narsa ishlatasizlarmi deb. Yo'q, hamma narsa sifatli, hamma ishlatadigan mevani ishlatamiz. Buning asosiy sababi bizda xamirimiz uyda tayyorlangani uchun uy sharoitida biz sut mahsulotlaridan foydalanib uni tayyorlaymiz. Ko'chalardagi ko'p aksar restoran, kafelarda uni xamirini sotib olishadi. Xamirining kilosi o'rtacha 80 ming 90 mingdan chiqadi. Shuni hisobiga ularda qimmat bo'lishi mumkin, bizda shuni hisobiga arzon. Ko'p vafli qiladigan joylarda, restoran, kafelarda har bitta mevangiz uchun, masalan, vafliga 2 xil meva qo'ysa, qo'shimcha meva uchun 5 ming 10 mingdan pul oladi. Bizda unaqa emas. Men o'ylaymanki, bizning vafli kafe va restoranlarda va boshqa joylarda tayyorlanadigan vafli bilan bemalol konkurensiya qiladi, ta'mi bo'yicha ham. Chiqib shu intervyudan keyin kafe restoranlar vafli pishiradiganlar meni sudga bermasa bo'la, ularni sirini ochib qo'ydim-ku.